Assalomu alaykum, hurmatli hamkasblar. Men Muxtora Muxlisa Erkinova, Shofirkon tumani 17-umumiy o'rta ta'lim maktabi o'quv ishlari bo'yicha direktor o'rinbosari bo'lib ishlayman. Maktabimizda 615 nafar o'quvchiga 70 nafar oliy, birinchi, ikkinchi toifali mutaxassislarimiz ta'lim berib kelmoqdalar. O'qituvchilarimizning 25 nafaridan ortiqlari milliy va xalqaro sertifikat sohiblari hisoblanadilar. O'quvchilarimizdan ham 10 nafardan ortiqlari milliy sertifikat sohiblari hisoblanadilar. Maktabimizda ta'lim olayotgan o'quvchilarimizning yutuqlari haqida gapiradigan bo'lsak, o'tgan 2024-25 o'quv yili davrida Turon teatrida tumanimizda birinchi o'rinni, iqtidor tanlovida ham tumanimizda birinchi o'rinlarni olib, viloyat bosqichida yo'llanmani qo'lga kiritdilar. O'quvchilarimizning 27 nafar bitiruvchilaridan 80% dan ortiqlari talabalik baxtiga musharraf bo'ldilar. Davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev tomonidan biz o'qituvchilarga qator imtiyozlar va imkoniyatlar berib kelinmoqda.